Assalomu alaykum, hurmatli mehrli Bo'ston jamoasi a'zolari, hurmatli bo'stonliklar. Va nihoyat uy proyektimizga yer topdik. Sotmoqchi deganchidan beri xabarlar bor. Iqboljon do'stimiz shu o'zini tomorqasidan bir qismini sotdi. Hozir yerda o'lchamini chiqaryapmiz. 3 sotikdan oshiqroq bo'ldi, 4 sotikka yaqin. Proyektchi ukalarimiz bilan birga kelib, xudo xolasa yerda o'lchash ishlarini olib boryapmiz. Nihoyat yerda o'lchamini chiqardik. Hozir 4 sotik qurilish uchun alohida yer ajratildi-da va yo'lakka alohida yarim sotik uni o'tib berdi. Yo'lak uchun 4,5 sotik bo'ldi umumiy yerimiz, lekin 4 sotikka pul beradigan bo'ldik. O'zi narxini 1 sotigini $2000 degandi, lekin bizga 1800 dan berdi. 4 sotik yerimiz $7200 bo'ldi. Uni 13 mingdan so'mga ko'paytirdikda, hozirgi kundagi kurs bo'yicha 93,600,000 so'm bo'ldi. Xo'p, bizga hozir qurilish uchun ajratilgan summamiz kartadagi summa 56,600,000 yaqin summa bor. Buni bersak, hozir 40 million so'm Iqboljondan qarz olib qolyapmiz yer uchun. O'zi buni variant qilib berdi, bo'lib beraverasizlar dedi. Bu summa ko'paymaydi xudo xolasa. Endi aziz do'stlar, xudo xolasa tez kunda qurilishimizni boshlaymiz. Ikkita xonadonga uy qurib beramiz. Iloyim hammamizni shu uyni bitirib, xonadonga egalarini olib kirib, duosini olib, birgalikda xursandchilikni nishonlash nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kartalarimizni yozganmiz, xudo xolasa, kimda-kim naqd pul bo'lsa ham qabul qilamiz. Xohlasanglar o'sha naqd pulga qurilish materiali olib bersanglar ham bo'laveradi. Xullas, kim qanday tomondan yordam qilaman desa, biz bajonidil qabul qilamiz. Alloh rozi bo'lsin. Bizni ham duo qilinglar, biz ham duodamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin.